O'zbekistonda telekommunikatsiya operatorlari uchun qator imtiyozlar joriy etilishi rejalashtirilmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor va ishonchli xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga a'zo bo'lib, like tugmasini bosib qo'ying. 2022 yil oxirigacha xalqaro aloqa kanallarining umumiy o'tkazuvchanligi 3200 gigabit soatgacha yetkazish imkonini beradi. Endi u 1800 gigabit soat. Bundan tashqari, yaqin 4 yilda respublikaning barcha aholi punktlari optik tolali, barcha xonadonlar esa yuqori tezlikdagi internet tarmog'i bilan ta'minlanadi. Shuningdek, xalqaro va milliy ahamiyatga molik barcha avtomobil yo'llarini mobil internet bilan qamrab olish rejalashtirilgan. Yana bir muhim yo'nalish Buxoro, Farg'ona va Toshkent viloyatlarida ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash markazlari quriladi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yili mamlakatimizda mobil aloqa operatorlarining 14150 ta baza stansiyalari o'rnatilgan. Natijada ularning umumiy soni 45890 taga yetgan.